mantiqqa ko'proq bag'ishlagan edik. Orada yana boshqa mavzular ham ko'ramiz. Azizdan mantiq mavzuni ko'ramiz. Boshidan birdaniga keyinga o'tib ketmasdan sekindan boshlaymiz. Attestatsiya jarayoniga tayyorlanayotgan paytimizda ko'proq uchraydigan savollar, shularni muhokamasini qilishga harakat qilamiz. Vaqt yetguncha, vaqt yetmasa keyingi darslarimizda ham birga harakat qilamiz. Xo'sh, demak bizda bitta kitob bor ekan, 70 sahifа bo'lib, har bir sahifa 32 satrdan, har bir satr 32 ta belgidan iborat bo'lsa, kitobdagi axborot 25 kilobayt sekund tezlikda uzatilsa, sarflanadigan vaqtni toping. Menimcha bunaqa savolni ko'p ko'rgan bo'lsangiz kerak. Birinchi navbatda qiladigan ishimiz o'sha bizga berilgan kitobda o'zi qancha axborot borligini topib olishimiz kerak. Demak, bizda 750 ta sahifa bor ekan va har bitta sahifamizda 32 ta satr, ya'ni qator bor ekan. Va har bir qatorda 72 tadan belgi bor ekan. Endi shuni bilamizki, bitta belgi bizda bir belgimiz 1 bayt hisoblanadi. U farqi yo'q, shuning uchun belgi deyapmiz. U A harfmi, B harfmi, sonmi, undovmi, farqi yo'q. Xullas kalom, klaviaturaga bitta qo'limiz teginishi 1 bayt hisoblanadi. Demak, biz uchalasini ko'paytirsak, jami kitobdagi axborot hajmini topamiz. U baytda kelib chiqadi, u baytda. Uchun odatda bo'lar edik 25 kilobaytni. Endi bizda bu kilobayt bo'lgani uchun, mayli kilobayt deb turaveraylik, mana. Bayt bilan yoki kilobaytni baytga aylantirishimiz kerak. Bizga eng ma'quli kichkinani katta qilgandan ko'ra kattani kichikroq qilgani yaxshi. Ya'ni tepada 750 turaversin, 32 ham turaversin, 72 tursin. Ana endi kilobaytni baytga o'tkazish uchun biz demak 2 ning 10-darajasiga ko'paytiramiz, ya'ni 1024 ga. Shunda bu ham baytga aylanadi. Tepa ham baytda edi. Ana endi bemalol baytni baytga bo'lsak bo'ladi. Endi ustozlar attestatsiya paytida ko'paytirib ketishga shoshilmang. Juda ko'p ustozlar ham shuni ko'p ta'kidlashadi. Ko'paytirib ketib biz vaqt yutqazamiz. Attestatsiyani o'zida hozir topshirayotganimizda kalkulyator dasturi berilgan. Iloji bo'lsa shu kalkulyatordan foydalanmangizlar, u ham vaqt yutqazadi. Chunki kalkulyatordan foydalanish uchun sichqonchadan foydalanishimiz kerak ekan. Sichqoncha ham biroz vaqt oladi. Undan ko'ra ruchkani qalamda olsak oson chiqadi. Chunki ko'pincha masalalarimiz bo'linadigan sonlar beriladi, osongina yoki ko'paytiriladigan. Mana shu joyda hozir e'tibor qilib qaraydigan bo'lsak, mana 32 bilan 1024 qisqaradi. Ana shu 32 bilan 1024 qisqarib ketadi. Chunki ular 2 ning darajalari. Agar ko'proq misol ishlayversak, o'z-o'zidan qaysi qisqarib ketishi tushunib qoladi. Shunda mana bunga 32 tadan tegadi. Xo'sh, ana endi 72 bilan, mana 72 bilan mana 32 miz ham bemalol 8 ga bo'linsa bo'ladi. 8 ga bo'larsak bunga 9 tadan qoladi, bunga 4 tadan qoladi. Mana endi barobar qilib yozib qo'yayman hozircha qisqarishga bizga ko'rinishi uchun. Demak, bizda qolyapti 750 ko'paytirilgan 9 taqsim 25 ko'paytirilgan 4 qolyapti. Ana 25 ta 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu 100 bo'ladi. 100 ni 750 ga bo'lsak, bu 7,5 bo'ladi. Ko'paytirilgan 9. 7,5 9 ga ko'paytirish kerak. Xo'sh, demak, 9 kara 5 bizda 45 ni 5 bir dilimizda 63, 4 dilimizda necha bo'ladi? Mana serk eshitaman. Yaxshi xo'p. Demak, 9 kara 5 45 ning 5i 4 dilimizda 63, 4 dilim 67 bo'ladi. Demak, bizda 67,5 sekund kerak bo'lar ekan. Bu bizga mana C javob. Mikrofonlaringiz ochiq bo'lsa, keyingi masalaga o'tishdan avval kimdir tushunmagan bo'lsa, bemalol so'raysiz, tushuntirib ketaman. Demak, mana shu tempda misol keladigan bo'lsa, hammasini ko'paytirsalaringiz, o'sha kitobda jami berilgan
axborot hajmi kelib chiqadi. Keyin sizlarga mana bu joy beriladi. Qancha vaqtda o'tishi, shuni bo'lib olasizlar doim, bo'ldi kelib chiqadi. Faqat bitta sal ehtiyot bo'ladigan joyimiz, bizda bittasi kilobaytda, bittasi baytda chiqib qoladi. Endi hozir bizning misolimizda kilobayt, balkim boshqa misolda gigabayt berishi mumkin yoki bitta berishi mumkin. Baribir nima bo'lishidan qat'iy nazar, ikkalasini ham mana bunday qilib bayt ko'rinishga olib kelib olishimiz kerak. Ikkalasi ham bayt ko'rinishda bo'lishi kerak. Bu menimcha ko'p ishlangan oson misollardan bo'lsa kerak. Keyingi misolga o'tib ketaveramiz. Xo'sh. Agar ovozim yaxshi bormay qolayotgan joydan bo'lsa, uni ham ogohlantirib qo'yinglar, chunki bilmay qolaman. 150 megabayt ma'lumotlar uzatilayotgani ma'lum. Bo'lsa, agar vaqtning birinchi yarmida 2 megabit sekund tezlikda, qolgan qismi 6 megabit sekund tezlikda uzatilsa, qancha vaqt o'tiladi? Demak, bizda 150 megabaytli axborot bor ekan. Biz shuni uzatyapmiz. Internet orqali uzatyapmizmi yo bir lokal setdan uzatyapmizmi? Xullas, axborotni uzatyapmiz. Endi mana bizga eng kerak bo'ladigan joyi vaqtning birinchi yarmida. Demak, jami uzatishimizga t vaqt ketgan bo'lsa, demak shuni yarmi degani t taqsim 2 bo'ladi. Ana shu yarim vaqtida, qancha vaqt ketgan bo'lsa ham uning yarim vaqtida tezligi 2 megabit sekund ekan. Endi qolgan yarimida esa tezligi 6 megabit sekund ekan. Ana shunday o'tadigan bo'lsa, jami qancha vaqt o'tib bo'ladi? Mana shu 150 megabayt deyapti. Demak, bizda nima deymiz ekan? 2 megabit tezlikda t taqsim 2 vaqt ishlar ekan. 6 tezlikda t taqsim 2 ishlar ekan. Shularni hammasini qo'shsam 150 chiqish kerak degan tenglamaga keladi. Bu nima degani? 2 tezlik bilan qanchadir vaqt yurayapti mana. 6 tezlik bilan yana qanchadir vaqt yurayapti. Bizga aytgan edi, vaqtning birinchi yarmida degan. Shuning uchun t taqsim 2 qilib oldik. Xo'p, ana endi bu yerda xo'sh, bu mana bu megabayt, shunisiga e'tibor berib ketamiz. Mana bu megabayt. Mana bular esa megabit. Megabit. Boya aytganimdek, megabayt bilan megabitni ishlab bo'lmaydi. Biz mana shu megabaytni ham megabitga aylantirib ketishimiz kerak. Hozir biz ko'paytirib ketaveraylik. 2 bilan 2 qisqarib ketib, bu yerda faqat t qoladi. 6 bilan 2 qisqarib ketib 3 qoladi, 3t qoladi. Barobar bo'ladi. Mana 150 megabaytni bitga o'tkazmoqchi bo'lsak, 8 ga ko'paytirar edik. Demak, 150 ko'paytirilgan 8 bo'ladi va keyin bu megabitga aylanib oladi. Xo'p, ana endi buni qo'shsak 4t bo'ladi. 4t
bo'lishi kerak. Endi bizni masalamizda har doim ham berilavermaydi. Mana bizni masalamizda asosiy urg'u beradigan joyi bor ekan. Ali 3 baho olmagani aniq bo'lsa, deyapti. Demak, Ali 3 baho olmagan bo'lsa, unda Ali necha baholar olishi mumkin? O'sha holatlarni qarab chiqsak yetarli. Keling, o'sha holatlarga qarab chiqamiz. Demak, Ali olishi mumkin bo'lgan holati bahosi 3 olmagan bo'lsa, demak u 4 olgan bo'lishi mumkin. Shunda vali bilan solini yozmoqchi bo'lsak, bu 4 olsa, bu 5 olib, bu 3 olishi mumkin. Mana mumkin bo'lgan holat. Yoki aksincha, Ali 4 olgan paytda vali 3 olib, soli 5 olishi mumkin. Shu ya'ni ikkalasini joyini o'zgartirib ko'ramiz. Mana bor-yo'q mana shu qiymatni ko'rsak bo'ldi. Endi 3 olmagan degani uchun 4 qo'ydik. Endi Ali 4 emas, 5 olgan bo'lishi ham mumkin. Shunda vali 4 olib, soli 3 olgan bo'lishi mumkin. Yoki bu 5 olganda bu ikkalasini joyini o'zgartirib qo'yamiz. Mana shu jami bizda variantimiz. Mana shu 4 ta holatdan bittasi aniq chiqib keladi. Endi ularni analiz qilishga o'tamiz. Xo'sh, birinchi mana bundan boshlaymiz. Ali bizda misolimizda Ali 4 olgan. Demak, mana gapni o'qiymiz mana bu joyda. Ali 5 baho olgan deyapti. Demak, bizning gapimiz yolg'on bo'lib qoladi. Chunki Ali 4 olganda bizda. Mana bu gap yolg'on bo'lib qoladi. Keyin nima deyapti? Vali 3 baho olgan deyapti. Unda bizda bu yerda vali 5 baho olgan uchun bu ham yolg'on bo'lib qoladi. Keyingi gapimizda soli 4 baho olmagan deyapti. Qarasak, soli haqiqatan 4 baho olmagan. Demak, bu rost. Endi bizga berilgan misolimizni javobi mana chiqib qoldi o'zi. Lekin baribir shunda ham qolgan misollarni analiz qilib qo'yamiz. Hozircha bizda mana 4 5 3 ekan. 4 5 3 bo'ladigan bo'lsa, mana B javobda turibdi ekan bizda 4 5 3. Mayli, qolgan variantlarni ham analiz qilib qo'yamiz. Deylik, mana ikkinchi variantni ko'ramiz. Ikkinchi variantda qanday bo'ladi? Xo'p, birinchi mana bu gapga qaytib kelamiz. Mana gapimizda birinchi gapimiz aytayapti. Ali 5 baho olgan deyapti. 4 olgan ekan, yolg'on gapirgan. Endi keyingisida vali 3 baho olgan deyapti. Haqiqatan rost gapiribdi, 3 olgan ekan. Soli 4 baho olmagan deyapti. Haqiqatan 4 baho olmagan. Unda bu variantimizda ikkita rost bo'lib qoldi. Endi agar bizning shartimizda mana bu joyda bizning shartimizda bitta rost emas, ikkita rost deganda biz shu javobni olgan bo'lardik. Endi mana bu variantni ko'raylik qanday keladi. Xo'p. Demak, bizga birinchi aytayapti, Ali 5 olgan deyapti. Haqiqatan Ali 5 olgan. Ikkinchisida vali 3 baho olgan deyapti. Bu yerda yolg'on, vali 3 olmagan. Soli 4 baho olmagan deyapti. Haqiqatan soli 4 baho olmagan mana. 3 olganda. Bu yerda ham ikkita rost bo'lib qoldi. Demak, bu variantni ham ola olmaymiz. Endi oxirgi variantni bir ko'rib chiqamiz. Xo'sh, demak, bizda oxirgi variantda Ali 5 olgan deyapti. Haqiqatan 5 olgan rost. Vali 3 baho olgan deyapti. Haqiqatan 3 baho olgan rost. Soli 4 baho olmagan deyapti. Bu yerda 4 baho olgan yolg'on. Demak, bu variantlarda bunda ham ikkitadan rost, bittadan yolg'on bo'lib qolyapti. O'z-o'zidan bizga bitta rost degani uchun, bitta shartimizda bitta rost degani uchun bizga B javob bo'lar ekan. Demak, Ali va Ali sollarimizni mana shunday qilib ko'rsak ham bo'ladi. Keyingi misollarimizda kelib qolsa, javobdan kelib chiqib analiz qilishni o'rgataman. Javobda ham 4 ta javob ko'rib chiqasizlar, bo'ldi. Xo'sh, bu yerda Ali va Vali bittadan son o'yladi. Ali x sonini, Vali esa y sonini taxmin qildi. Ali Valining o'ylagan soniga 29 va Vali Alining soniga 28 ni qo'shgandan so'ng bu sonlarning yig'indisi ikkilik sanoq tizimida 6 birlikka iborat son hosil bo'ldi. Ali va Vali o'ylagan sonlar yig'indisini toping, javobni ikkilikka tasvirlang. Demak, javobni ikkilikka tasvirlashimiz kerak. Men bir guruhga qarab olay, mabodo agar guruhdan savol berayotgan bo'lsangiz. Onlayn dars qachon boshlanadi? Ya boshlangan-ku. Agar ovoz
Ne o? Şarjör mü? Toğuş kalma dedim. Ha ha ha. Bu yoqda ko'rayotganman deymanda hozir. Tak. Ko'rindimi? Xo'sh. Ustozlar agar ekran ko'rinmay qolsa aytib yuboringizlar. Men navbat bu Telegramga bu yoqdan kirsam buni chiqarib yuborgan ekan-da. Xo'p, shu joyini tushundilaringizmi? Boshdan tushuntirib yuboraymi? Ekran ko'rinmagan ekan. Xo'p, demak, bizda Ali x sonni o'ylagan ekan va Ali y sonni o'ylagan ekan. Demak, x soniga 29 ni qo'shib yuborgandan keyin, y soniga 28 ni qo'shib yuborgandan keyin, mana bu joyda eng asosiy joy kerak. Ikkilik sanoq tizimida 6 birlikdan iborat deyapti. Mana shu ikkalasini qo'shganimizda bu hosil bo'lishi kerak ekan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta ikkilikdagi son. Bu taraf chap tarafdagi sonlarimiz, mana bu sonlarimiz ikkilikda emas, bu o'nlikda. Mana shularni qo'shganimizdan keyin, mana Alini o'ylagan soni, mana Valini o'ylagan soni, o'sha sonlarga 29 va 28 qo'shganimizdan keyin 6 ta birlik hosil bo'lishi kerak ekan. Endi mana bu 6 ta birlikni ikkilikka o'tib olishimiz kerak. Ikkilikka o'tib oladigan bo'lsak, faqat birlardan iborat bo'ladigan bo'lsa, uni o'tkazish oson. Mana bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 qilib ko'pchilik 1 ko'paytirilgan 2 deydida, mana buning orqa tarafida nechta son borligi, 5 ta son borligi yoki ularni orqa tarafdan 0-chi, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi qilib darajalarini yozib oladida, mana shu tempda ketadi, mana 5-chi deb. Demak, 2 ning 5-chisi qo'shilgan 2 ning 4-chisi qilib ketadi. Bu ham noto'g'ri emas. Bu qachonki mana oralarida 0, 0 shunaqa sonlar aralashib qolsa qilsak bo'ladi. Lekin faqat birlardan iborat bo'lib qoladigan bo'lsa, bizga osongina jarayon bor. Mayli birinchi kichikroqdan tushuntirib beray. Ko'pchilik biladi, mana ikkita birimizni ikkilikda 3 ekanligini biladi. 3 ta birimizni misol uchun 7 ekanligini biladi. Demak, nima qilamiz qarang. Bizda birlar soni 2 tami? Demak, 2 ning kvadrati deb undan 1 ni ayirib qo'ysak bo'ldi-da. Mana yerda birlar sonimiz 3 tami? 2 ning kubidan 1 ni ayirib qo'yaman deng, 7 kelib chiqadi osongina. Ana endi bizning misolimizda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tam ekan. Demak, nima qilamiz ekan? 2 ning 6-darajasidan 1 ni ayirib qo'yamiz bo'ldi. 2 ning 6-darajasi 64 bo'lgani uchun bu 63 chiqib keladi. Demak, mana bu sonimiz 63 ekan. Uni yoyib 2 ning darajalari qilib o'zingizni qiynab o'tirmang. Faqat birlardan bo'ladigan bo'lsa osongina. Birlar sonini sanaysiz, nechta bo'lsa o'shaning 2 ning darajasiga yozib, undan 1 ayirib qo'ysangiz kifoya. Endi bu qoida qanday keldi? Mayli buni ham tushuntirib ketaman. Qayerdan topdik bunaqa qoidani? Chunki 1 1 1 dan keyingi keladigan sonimiz mana bu son bo'ladi majburiy. Chunki bu eng oxirgi 3 xonali bir-birlar 4 xonaga o'tib ketadi. 4 xonaga o'tganda buni boyag'ida yoymoqchi bo'lsak nima qilardik? 1 ko'paytirgan 2 ning 3-darajasi dermidik? Mana. Shuning uchun men 1 ni nima uchun ayirib qo'yapman? Mana bundan keyingi sonni topib olib, mana shundan 1 ni ayirib qo'yapman. Xuddi shu ishni qilyapmiz. Ertaga sizga birlar juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana bunday juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, uni ishlab o'tirmangda, sanab qo'yavering bo'ldi. 1,
mana bu yerdan boshlab sanang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Demak, 2 ning 9-darajasidan 1 ayiraman ekan deng. 2 ning 9-darajasi bu juda ham oson topishim 512. Demak, undan 1 ayirsak 511 chiqadi deng. Bo'ldi, mana shuni ishlab ketaveramiz. Osongina. Endi misolimizga qaytamiz. X plus y turibdi. 29 ga 28 ni qo'shsak 57 bo'ladi. Narga tarafimiz 63 ekan. X plus y barobar 57 nariga o'tsa 63 dan 57 ni ayirsak 6 qoladi. Ana javobimiz 6 ekan. Shu bizga aytgan Ali va Vali o'ylagan sonlarning yig'indisi. Mana Ali bilan Valini o'ylagan sonlar yig'indisi 6. Lekin oxirida javobni ikkilikda tasvirlang degan ekan. Demak 6 degan sonimiz ikkilikda, bu 1 1 0 bo'ladi. Va u javobimiz mana D javobda bor ekan. Xo'p, agar o'nlikdagi sonlarni ikkilikka qandaydir o'tishga qiynaladigan bo'lsa, uni keyingi asosiy darslarimizda har bir mavzuni alohida o'tganimizda maydalab tushuntirib beramiz. Qayerdan kelib qoldi bu sonlar, qanday kelib chiqdi? Hozircha bu umumiy ochiq dars hisoblanadi. Xo'sh. Ana yana bitta Ali va Valin savollariga o'xshagan ekan. Faqat bu yerda Alisher, Manzura, Nozima debdi, farqi yo'q. Keling, boya tepada mumkin bo'lgan holatlarni yozgan bo'lsak, bunisida javobdan kelib topaylik. Javobdan kelib qanday topamiz? Mana birinchi javobni mana buni ishlab ko'ramiz. Bu yerda Alisher 5 baho olgan, Mansur 4 baho olgan, Nozima 3 baho olgan. Keling, mana shu jarayonni, bu birinchi jarayonni mana bu tepadagi yuqoridagi shart bo'yicha tekshirib chiqamiz. Xo'sh, mana shu eng asosiy kerak bo'ladigan joyi, mana mulohazalarning faqat bittasi yolg'on. Mana shu joyi bizga kerak. Faqat bittasi yolg'on. Demak, bittasi yolg'onni topishimiz kerak. Mana gap, Alisher 5 baho olmagan deyapti. Bizda Alisher 5 baho olgan. Demak, bu yolg'on. Mansur 4 baho olgan deyapti. Haqiqatan 4 baho olgan, to'g'ri. Nozima 4 baho olmagan deyapti. Haqiqatan 4 baho olmagan, bu rost. Ana e'tibor qiladigan bo'lsak, bitta yolg'on, ikkita rost chiqdi. Bizga faqat bittasi yolg'on kerak edi. Hozircha mana shu javob to'g'ri bo'lib qoldi. Mayli, biz qolgan variantlarni ham ko'rib chiqamiz. Ikkinchi variantni ko'ramiz. Ikkinchi variantimiz nima ekan? Alisher 3 olgan, Mansur 4 olgan, Nozima 5 olgan variantni ko'ramiz. Xo'p, yana gaplarni mana bu yerdan boshqatdan o'qib chiqamiz. Alisher 5 baho olmagan deyapti. Haqiqatan mana Alisherimiz 5 baho olmagan. Demak, bu gap rost. Mansur 4 baho olgan deyapti. Haqiqatan bu ham 4 baho olgan rost. Endi Nozimani pastda aytayapti. Nozima 4 baho olmagan. Qarasak haqiqatan 4 baho olmagan. Bunda uchalasi ham rost bo'lib qoldi. Uchta gap ham rost. Shuning uchun biz bu qiymatni olmadik. Sizga to'g'ri kelmaydi. Ustoz, savol berib ketsak bo'ladimi? Ha, bemalol bering. Nazima 5 baho olmagan deyapti, 4 baho olmagan deb. Aha. Bu yerda 5 olgan deyapti shu vaqtda. Shu endi yolg'on bo'lmaymi? Qarang, Nozima bizda 4 baho olmagan deyapti. Nozima necha olgan? 5 olib turibdi. 5. Shunda gapim yolg'on bo'ladimi, rost bo'ladimi? 5 olgan deyapti, ana yerda 4 olmagan deyapti. Ha, qarang, Nozima 4 baho olmagan desam, gapim rost bo'ladimi yo yolg'on bo'ladimi? Mana Nozimani 5 olgani aniq, mana 5 olgan. Mana Nozima 5 olgan. Endi men gapiryapman mana. Nozima 4 baho olmagan deyapman. Gapim rostmi, yolg'onmi? Seni tushunmayapman men. Ha, bo'ldi, unda tushuntiraman, qarang. Deylik, mana sizning farzandingiz 5 baho olib keldi maktabdan. Mana shu Nozima qizimiz siz farzandingiz deylik 5 baho olib keldi. Keyin uyda sizga men aytayapman, farzandingiz 4 baho olmagan deyapman. Shunda gapim rost bo'ladimi, yolg'on bo'ladimi? Bo'ladi. Ya, rost bo'ladi gapim. Chunki 5 olib kelgan bo'lsa, men 4 baho olmagan deyapmanmi? Yo 3 olgan, yo 5 olgan demoqchiman-da. 4 olmagan. Nozima 4 olmagan desam, men uni yo 3 olganini, yo 5 olganini nazarda tutyapman-da.
Bu yerda nozima 5 olib turibdi. Shuning uchun gapim rost bo'ladi-da. Hozir mana bu yozayotgan mana bu javoblarimizni haqiqiy gap deb, uni mana yuqorida berilgan fikrlar bilan solishtirib ko'ramiz. Yuqoridagi gaplarga mana shu bizning fikrlarimiz to'g'ri keladimi, yo'qmi? Hozir mana yana 3-sini ko'raylik ustoz. Tushunmasangiz yana savol berasiz, qarang. 4-inchisi qoldi, 4-inchisi. Alisher 5, Mansur 3, Nozima 4. Mana bu baholarimiz, ularni aniq olgan bahosi deb tasavvur qilamiz. Endi mana shu bahosiga mana bu yuqorida berilgan gaplarni to'g'ri noto'g'rini aniqlaymiz. Mana shu gaplar to'g'rimi, noto'g'rimi? Demak, Alisher 5 olgan, o'zi aslida 5 olgan. Endi biz tepani o'qiymiz. Alisher 5 baho olmagan deyapti. Shunda gapimiz nima bo'ladi? Ustozlar? Yo'q, 5 baho olmagan deyapman. Yolg'on bo'ladi. Chunki u 5 olgan. Yolg'on bo'ladi. Ana endi Mansur 3 olgan, mana. Endi tepada nima deyapman? 4 baho olgan deyapman. Yolg'on. Yolg'on bo'ladi, rahmat. Ana endi mana bu yerda Nozima aniq 4 olgan. Endi mana bu yerda aytayapman, Nozima 4 baho olmagan deyapman. Rost. Yo'q. Yolg'on. Yolg'on bo'ladi. Nozima 4 olsa-yu, men 4 baho olmagan desam, meni gapim yolg'on bo'lib qoladi-da. Ana endi bizda bittasi yolg'on bo'lsin deganida, bir donasigina. Biz qidiramiz bu yerda u variant to'g'ri kelmaydi, bu variant to'g'ri kelmaydi va bizga bitta mana shu eng birinchi variantimiz to'g'ri kelib qoladi. Mana javobdan shuni qilib kelsangiz ham bo'ladi. Boya tepada mumkin bo'lgan variantlarni qilib chiqqan bo'lsam, bu yerda javobdan kelib chiqdim. Endi sizlarga maslahatim, javobdan kelib chiqingizlar, oson bo'ladi. Endi men narigini nima uchun o'rgatdim? Balkim javoblarimizda mana bunday Alisher 5 olgan, Mansur 4 olgan, Nozima 3 olgan degan variantlar bermasdan yolg'on rost haqida gap ketib qolsa, qiyin bo'lib qolishi mumkin. O'sha vaziyatlarda bir xil savollar shunaqaki, o'zimiz o'ylab variantlardan topsak oson bo'ladi. Javoblardan topish mumkin bo'lmay qoladi. Hozir bunaqa savollarda javobdan bemalol topsak bo'lar ekan, javobdan kelganimiz yaxshi. Tushunarlimi ustozlar? Ana endi keyingi savolga o'tamiz. Bizda A, B, C, D demak 4 ta harf bor ekan, 4 ta. Shu harflardan joylarini tartib bilan qilib, mana birinchi A, keyin oxirida B, C, D qilib, boshqa harf qolmagandan keyin ikkinchisini o'zgartirib mana B qilib, misol uchun 6-inchisi nima bo'ladi? A, B, B bo'ladi. Mana shunday. 7-inchisi nima bo'ladi? A, B, C. Mana shunday qilib ketadigan bo'lsa, shu tartibda ketadigan bo'lsa deyapti. Mana bu harfimiz nechinchi o'rinda bo'ladi? Endi agar buni yozib chiqamiz desak, juda ham qiyin bo'lib ketadi. Yozib chiqish endi qiyin emas. Bu mayli mana 8-inchisidan boshlab yozib ko'raylik. Mana A, B, D bo'ladi. Bu 8-inchisi. Keyin endi boshqa mayda yozadigan harfim qolmagani uchun mana ikkinchida turgan B ni o'zgartiraman. A, S, A ga o'zgartiraman. Keyin 10-inchisiga yozaman A, S, B deyman. 11-inchisiga yozaman A, S, deb yozaman. 12-inchisiga yozaman A, S, D deb yozaman. Ana boshqa harf D dan keyin boshqa harf qolmagani uchun keyin o'taman men D harfiga. Ana xuddi shunday qilib ketaverishim kerak menga to D, A, S, B variant kelguncha. Endi bu 50-o'rinda turibdimi, 100-o'rinda turibdimi? Buni topishimga qiyin bo'lib ketadi. Uni endi juda ko'p ustozlarimiz o'rganib olgan bo'lsa kerak. Kombinatorika masalasidan kelib chiqadi va sanoq sistemasini ham o'rniga qo'yib ishlatib olganmiz. Demak, mana shu bizga berilgan A harfini sanoq sistemalarimiz hammasi 0 dan boshlangani uchun A ni 0, B ni 1, S ni 2, D ni 3 deb raqamlab olamiz. Shuni raqamlab oladigan bo'lsak, bizga kerak bo'ladigan D, A, S, B degan mana bu yozuvni harflarni o'z-o'ziga qo'yamiz. D niga 3 ni qo'yamiz, A ga 0 ni qo'yamiz, S ga 2 ni qo'yamiz, B ga 1 ni qo'yamiz. Va endi mana shu berilgan sonning ichida eng katta raqam nechi bo'lsa,
bizda sanoq sistemamiz o'shandan bitta kattasi bo'ladi. Hozir bizda eng katta 3 raqami bo'lgani uchun, demak bu to'rtlik sanoq sistemasi deb ketamiz. Demak bizga bu to'rtlik sanoq sistemasi berilgan. Deylik, agar bizda harflarimiz A, B, S, D, E ham berilganda edi, men uni 0, 1, 2, 3, 4, 3, 4 deb raqamlasam, demak buni 4 dan keyingi son 5 bo'lgani uchun 5lik sanoq sistemasida ekan deb ketar edim. Shuni deb olasiz. Eng katta sonimiz nechi bo'lsa, o'shandan keyingi sanoq sistemasi deb ketaverasiz. Bo'ldi. Mana shu sanoq sistemasini endi 10lik o'tib qo'ysak bo'ldi ekanda. Demak, 3, 0, 2, 1 4likdagini 10likka o'tamiz. Birinchi demak, orqadan olgan paytimizda 0, 1, 2, 3 qilib raqamlab olamizda, bu bizning darajalarimiz. Xo'sh. Demak, asos har doim birinchi yoziladi 4 ko'paytirilgan 3 deymizda, 3 ning tepasidagi 3 ni yozib qo'yamiz, 3 ning kubi. Shundaymi ustozlar? Tushunarli. 3 ko'paytirilgan 4 ning Yo'q, kubi rahmat bo'ladi. ustoz. Ana bu ustozimiz sezdi. Unday emas. Ataylik salgina chalg'itgan edim. Birinchi o'sha kelgan raqamni yozasizda, raqamni yozib, keyin asosni yozib, asosning ustiga darajani qo'yasizlar. 3 plus 0 kelsa 0 ni yozib o'tirish shart emas. 2 ni yozamizda 4 deymizda 2 ning darajasida 1 turibdimi? 4 ning darajasi 1 qo'yib qo'yamiz. 1 deymizda 4 deb 1 ning darajasida mana 0 turibdi, 0 ni qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi mana shunday. Shunday qilib yoyib chiqsak bu 10 ga o'tadi. Demak, 3 ning 4-darajasi bu 64 bo'ladimi? 16 64 bo'ladi. Mayli yozib ketaverak. 3 ko'paytirilgan 64 qo'shilgan 2 ni 4 ga ko'paytirsak 8 va qo'shilgan 1 barobar. Tak 64 ni ko'paytirsak 12 ning ikkisi bir dilimizda 19, 192 plus 9 bo'ladi. Xo'p, qo'shsak 201 bo'ladi. Ana 201 o'rinda bo'lib chiqdi, lekin shu yerda 201 o'rin demaysizlarda, unga bitta birni qo'shib yorib 202 o'rin deysizlar. Hozir buni ham nimagaligini isbotlab beraman. Xo'p, bizda javobimiz 202 bo'lar ekan. Deylik, mana qarang, eng birinchi sonni olaylik. Mana shu A ni olaylik. Shu nechinchi o'rinda turibdi desa nima qilamiz? A mizning raqami 0 bo'lgancha hammasiga 0 qo'yamizmi? Shunda A nechinchi o'rinda buni hisoblasak nima chiqib qoladi? 0 chiqib qoladi. Lekin A nechinchi o'rinda turibdi? Birinchida. 1. Shuning uchun 1 ni qo'shib yubordim. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Ko'pincha ustozlar shuni chiqarib kelib 201 da to'xtab javob 201 deb olishadi-da, shu yerda xato qilib qo'yishadi. Chunki bizda sanog'imiz 0 dan emas, 1 dan boshlangan. Birinchi raqam o'rinda turibdi, ikkinchi o'rinda turibdi, uchinchi o'rinda turibdi deyapmiz. Lekin bu A ni olib borsak bu 0 bo'lib qoladi-da. Shuning uchun 1 ni qo'shib qo'yamiz. Har qanday javob chiqsa ham 1 qo'shamizmi shunda? Doim 1 qo'shasiz. Nega? Chunki biz doim boshlaganda 0 0 0 dan boshlayapmiz. Lekin bizning tartib raqamimiz 1 2 3 bo'lib ketadi-da. Tartibimiz hech qachon 0 dan 0 1 deb boshlanmaganda, shuni hisobiga 1 qo'shib qo'yasiz. Doim qo'shib qo'yavering. Tushunarli. Endi hech unaqa misol ko'rmadim. Hech ko'rmadim. Mabodo agar mana bu 0-chi, mana bu 1-chi, mana bu 2-chi, mana bu 3-chi, mana bu 4-chi o'rinda desa, unda shu chiqqan javobni o'zim olib qo'yaverar edim. Agar tartibim 0-dan boshlaganda. Tartib 0-dan boshlaganini ko'rmadim hali. Mabodo endi o'rganib qo'ygan yaxshi. Tartibingiz nimadan boshlangan bo'lsa, demak siz ham shundan boshlashingiz kerak. Biz hozir mana bu ishlagan usulimiz doim tartib 0 da bo'lsa degan joyga kelib qoladi. Agar tartibingizda misol uchun agar kimdir 3 dan boshlandi deb olgan bo'lsa, unda siz 1 emas, 3 qo'shib yorasiz. Tushunarli bo'ldi? Lekin unaqa hali 3 dan boshlandi degan tartib yo'q-ku, umuman ma'noni tushunib qo'yish uchun aytayapman. Tak, keyingi savolga o'tamiz. Shunaqa savollarni bir o'zingiz keyin ishlab ko'rsangiz, hali bunaqa savollarni aynan shu mavzuga taalluqli bo'lib ishlagan paytimizda ko'ramiz. Hozir bitta-bitta ko'rayotganimiz uchun balkim mukammal tushuncha bo'lmayotgandir. Uni keyinchalik ko'rib ketamiz. Tak, 52lik sanoq sistemasida sonlarni ketma-ket yoza boshladi. 59 ta raqamni yozib to'xtadi. Ali oxiriga yozgan sonni 10lik sanoq sistemasida toping debdi.
Hop, ataylab 59 degan sonni oldim. O'zi asli 59 emas edi. Muhokama qilish uchun shu 59 ni oldim. Odatda aksiyasida aniq chiqadigan son beradi. Hozir nimagaligini ishlaganimizda tushunib olasizlar. Qarang, Ali nima qilyapti? Sonlarni ketma-ket yozyapti deganda, shu yerda birdan degan joyi ham bo'lish kerak edi. Demak, 1 ikkilik son ostida emas yozyapmiz. 1, mana bu 2, mana bu 3, mana bu 4, mana bu 5, mana bu 6. Xuddi shunday qilib yozib ketyapman. Mana nimadir yozib ketyapman. Shu yozib ketayotgan paytimda mana bu sonlardagi raqamlar, raqam deganda, raqamlar yig'indisi 59 ta bo'lganda to'xtadim. Misol uchun qayergadir borgan paytim 0 nimi, 1 nimi yozgan paytimda 59 ta bo'lib qoldi, shu payt to'xtadim. Endi mana shu to'xtagan paytimdagi mana shu yozgan sonim, mana shu yozayotgan mana shu raqamim qaysi sonniki? 20 nikimi, 25 nikimi, 28 nikimi deyapti. Endi buni topish uchun nima qilamiz? Xo'sh, buni topish uchun bitta birda o'zini alohida olamiz, bu birlar. Mana bu yerda mana ikkalasi ikkilik xonadagilar. Ikkilik xonadagilar. Endi bu 6 bo'ladi. 6 dan keyin 7 ham bor bitta mana. Mana bu 7larimiz 3 xonalilar. Odatda ko'pchilik matematika qilib ham sanashadi. Bir xonalilardan bitta bor, 2 xonalidan 2 ta bor, 3 xonalidan 4 ta bor. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, qarang nimaga o'xshab ketyapti? 1, 2, 4. Keyingisi necha bo'ladi 4 xonalimiz? 8 bo'ladi, ha? Bu 2 ning darajasiga to'g'ri kelyapti ekan. Agar e'tibor qiladigan bo'lsangiz, mana 2 ning 0-siga, bu 2 ning 1-siga, 2 ning 2-siga va 2 ning 3-siga to'g'ri kelyapti. Ana 5 xonani topmoqchi bo'lsangiz, demak 2 ning 4-siga to'g'ri keladi, bu 16 ta. Tushunarli bo'ldi? Shunga o'xshab ketadi deb o'ylashadi. Shu paytda ozgina xato qilib qo'yamiz. Agar erinmay yozamiz desak, unda vaqtni yutqazib qo'yamiz. To'g'ri, yozib ishlab ketsak ham bo'ladi. Unda vaqtni yutqazib qo'yamiz. Hozir sizga bitta osongina formula o'rgataman. Shu formula orqali topsangiz bo'ladi. Bu formula mana deylik k ko'paytirilgan 2 ning darajasida k minus 1 degan formula, mana shu formula. Bu k degani o'sha necha xonali degani. Misol uchun k teng 1 holatni ko'raylik. K teng 1 holatni ko'radigan bo'lsak nima bo'ladi? 1 ko'paytirilgan 2, 1 minus 1. Unda 1 kelib chiqadi. Chunki 1 dan 1 dan ayirsak 0, har qanday sonning 0 darajasi 1 kelib chiqadi. K teng 2 ni ko'raylik. 2 ko'paytirilgan 2 ning darajasida 2 minus 1, bu 2 ko'paytirilgan 2 bo'lib 4 kelib chiqadi. Mana bu yoqda yaxshigina topyapmiz. Endi k ni 3 ga tenglik ko'ramiz. 3 ko'paytirilgan 2 ning 3 minus 1-si, bu 3 ko'paytirilgan 4 bo'lsa 12. Ana qarang, biz boya 8 qilib ketgandik, 8 emas 12 ta bo'lar ekan. Ana shu yerda xato qilib qo'yamiz ko'pchiligimiz. Asli 3 xonali sonlarni raqamlari 12 ta ekan. Mana uni bittalab sanab chiqib ko'ramiz. Mana yerda 3 xonalar turibdi mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ana qarang, mana bu yerda 12 ta raqam bor. 3 xonalilar. Mana bu yerda 2 xonalilarimiz 4 ta, demak mana 12 ta. Demak, mana bu formulamiz bizga, juda yaxshigina formula bo'lar ekan, topib oladigan. Ana endi k ni 4 xonali bo'lsa-chi, shunisini ko'ramiz. K 4 xonali bo'lishi uchun nima bo'lar ekan? 4 ko'paytirilgan 2 ning 3-darajasi. Bitta kami bo'lar ekan. Bu 32 ta bo'ladi. Endi k ning 5-sini ham ishlab qo'yamiz. 5 ko'paytirilgan 2 ning 4-si bu 16, 80 bo'lib ketadi. Biz bu yerga o'tmaymiz. Nega? Chunki bizga 59 ta raqam ishlatdi dedimi? Demak, biz k ni 5-siga o'tmaymiz, to'xtaymiz. Endi mana shu sonlarni 1, 4, 12, 32 ni qo'shib ko'ramiz. Bu necha bo'ladi? Qo'shsak 44, 48, 49, 49 ta. Ana qarang, men 4 xonali sonlarni yozib tugatsam, tugadi. 49 ta raqam ketibdi. Ana endi 59 ta raqam ishlatdi degan uchun bundan 49 ni ayirib tashlayman, 10 qoladi. Demak, men 10 ta raqam yozishim kerak. Hozir necha xonaliga o'tdik?
5 xonaligi. 5 xonaliga. Demak, 10 ta raqam bo'lish uchun 5 xonadan nechta son kerak? 2 ta. Ikkita kerak. Demak, ikkita kerak. Bu ya'ni 5 xona deganim boshlanishi 3, 4, 5. Mana bundan boshlanadi-da. Keyingisi mana shu. Demak, biz qidirayotgan sonimiz mana bu son ekan. Mana shu sonni 10likka o'tib qo'ysak bo'ldi ekan. Bu son 2likda turibdi, 10likka o'tib qo'yadigan bo'lsak, 1 ko'paytirilgan 2 ning bu yerda 4 ta bor, 4-darajasi va plus 1. 17 bo'lar ekan. Demak, 17 ni yozsam, men o'zgartiraman deb o'zgartirmabman. Mana shu 59 ni men 58 qilib bermoqchi edim o'zi aslida. Ko'pchilik shunda chalg'ib qolyapti. Agar 58 ta deganda menga nechta kerak bo'lardi? Bitta. 9 ta kerak bo'lardi, to'g'rimi? Chunki 49 ta topdim, menga 9 ta kerak. 9 ta bo'lish uchun 5 xonalidan bitta son olasam 5 xona bo'ladi. Keyingi sonning 4 tasini yozgan bo'laman-da. Bitta hali yozib tugatmaganman. Mana shu sonning, mana biz degan mana sonni faqat shu yerda to'xtagan bo'lib qolaman-da. Shunda 17 ni olamanmi, 16 ni olaman. Hali 17-son tugamadi, hali bitta biri bor, tugamadi. La menga aytayapti, hali oxirgi yozgan sonni 10lik sanoq sistemasida toping, deyapti. Shu yerda juda ko'p o'qituvchilar 16 ni olamizmi, 17 ni olamizmi deb muhokama qilib qolishadi. 17 ni olaylik desak, 17 ni to'liq tugatmagan, hali bitta birini yozmagan. Nima deb o'ylaysizlar? Qaysi birini olamiz? O'zini olamichami soatda? 16 nimi, 17 nimi? 16 ni. Ali oxirgi yozgan sonni 10lik sanoq sistemasida toping, deyapti. Demak, hali 17 miz oxiriga. Chunki 16 ni yozgan paytimizda 16 miz 1 0 0 0 0 bo'ladigan bo'lsa, 17 miz mana bu holatda bo'lib qolyapti. Bir yo'q. Lekin mana bu sonning ichiga teng bo'lib qolyapti, bu 8 ga teng bo'lib qoladi. 16 dan keyin 8 ni yozmaymiz-ku, to'g'rimi? Ketma-ket kelyapmiz. 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16. 16 dan keyin 8 paydo bo'lmaydi-ku. Demak, biz 16 ni yozgan bo'lamiz. Xo'sh, bu ham uzatish ekan, buni tashlab ketaveraymi, ishlayveramizmi ustozlar? Ya ishlayveraylik, bo'lmasa bizni hech kim shoshilmayapti ketib olish. Xo'p, agar 2 megabayt hajmdagi tasvirni uzatish 1.2 daqiqa davom etgan bo'lsa, aloqa kanalining axborot uzatish tezligini eng kerak joyi mana shu. Kilobayt taqsim sekundni aniqlang. Demak, sekundni aniqlang deyapti, bizda daqiqada berilgan. O'zi hajm, tezlik hammasi mana shu qismat mana shu formulaga tushib ketadi. Mana shu eng yo'l formulamiz bor, bosib o'tilgan yo'l formulasi. Ya'ni tezlikni vaqtga ko'paytirsak, masofa kelib chiqadi deganday. Hozir bizning buni axborot informatikaga ko'chiradigan bo'lsak, o'tayotgan ma'lumot o'tayotgan tezlikni vaqtga ko'paytirsak, hajmi kelib chiqadi deb tushunib ketsak ham bo'ladi. Biz mana shu formulaga qo'yamiz. Hajmi degan joyga 2 megabayt to'g'ri kelyapti. 2 megabayt axborot bo'lishi uchun 1.2 minut deb yozib ketay hozircha. Minut o'tish kerak x qandaydir kilobayt taqsim sekundda. Mana bilmaymiz buni. Qandaydir x tezlikda o'tsa va u 1.2 minut davom etsa, shunda uning axborot hajmi 2 megabayt bo'lish kerak deyapti. Boya aytganimdek, bu sekundda bo'lib tursa, bu minutda bo'lib tursa ishlay olmaymiz. Mana bu joyni ham minutga aylantirishimiz kerak. Uning uchun 60 ga ko'paytirib o'ramiz. Minutni sekundga 60 ga ko'paytiramiz. 60 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 2 megabayt teng bo'ladi. 72 bo'ladimi? 72 x kilobayt taqsim sekund bo'ladi. Endi matematikadan xabarimiz bor. X ni topish uchun x ni ortiga bo'lib o'tib ketadi. 2 megabayt taqsim 72 kilobayt taqsim sekund bo'ladi. Xo'sh. Ana endi buni yana bo'la olmaymiz. Tepa megabayt, past kilobayt. Boya aytganimda yana kattani kichkina qilish osonroq.
Ya'ni megabayt kilobayt qilmoqchi bo'lsak 1024 deb yozsak u kilobaytga aylanar edi. Mana pastda 72 kilobayt taqsim sekund turibdi. Bo'ldi, endi qo'rqmasdan 1024 ni 2 ga ko'paytirib 72 ga bo'lib yuborsak bo'ladi. Ko'paytirib qo'yaveraylik birinchi. 2048 ni 72 ga bo'lamiz. Xo'sh, endi mana buga bo'lamiz. 2048 bo'lingan 72. 2 tadan yetmagani uchun 3 tadan olamiz. U yerga 2 tadan beramiz 144 bo'ladi. 0 60 bo'ladi. 8 tushadi. Bu yerga 60 bo'lishi 8 tadan beramiz. 16 ni 6si bir dilimizda 56 57 bo'ladi. Ayirsak 2, 10 dan 3 va bu yerda 0. 32 yetmayapti, bitta qarz beramiz. 4 tadan bersak 8 28. Tak, bu yana 12 bo'ladi. Yetmaydi, 0 beramiz. Bo'ldi, uzoq ketib o'tirib ketganday. Mana joyi bor. 0 bitam 10 dan 1 aniqlikda toping degan. Demak, bizga endi bu yoqni ishlab o'tirish shart emas. Bizga mana bu joy уже aniqlanib bo'ldi va bu javobimiz mana bunda bor. Agar mabodo qaysidir javobda 28.5 bo'lganda edi, buni yana davom ettirsam bo'lardi. Chunki hech qaysi javobda unaqa boshqa javob yo'q. O'z 28 dayoq tugatsam bo'lar ekan, chunki boshqa 28 degan javob ham yo'q. Misollarni oxirigacha ishlab o'tirishimiz kerak emas. Agar 28 ta 10 dan bo'lganda qilardim, chunki 4 dan keyin balki mana 6 bo'lsa, yaxtlagan paytimda 5 bo'lib ketardi. Agar 3 bo'lsa 4 bo'lib qolib, bunga to'g'ri kelardi deb ishlasam bo'lardi. Hozircha 28 dan keyin ham to'xtatsam bo'lar ekan o'zi. Boshqa 28 yo'q. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Tak, ana endi yana mantiqqa keldik. Agar A degan qiymatimiz o'quvchi kitob o'qiyapti degan narsani qabul qilyapti. B deganimiz esa o'quvchi metroda ketyapti degan gapni qabul qilyapti. Endi mantiqiy mulohazalar berilgan bo'lsa, quyidagi mantiqiy mulohazalarning qaysi biri, demak, o'quvchi metroda kitob o'qib ketyapti natijasini beradi. Demak, o'quvchi metroda kitob o'qib ketyapti desa nima bo'lishi kerak? A ham rost, B ham rost bo'lishi kerak-da. Ham kitob o'qiyotgan bo'lishi kerak, ham u metroda bo'lishi kerak. Ana endi javoblardan mana analiz qilib ko'ramiz. Birinchi mana buni analiz qilib ko'raylik. Bundan nima gap chiqib keladi, ustozlar? Yolg'on bo'ladi. Yolg'on bo'lishi mayli. Yo'q, gapni tushuning. Agar gap qilib o'qimoqchi bo'lsak, nima deb o'qiymiz? O'quvchi kitob o'qimayapti o'qiladi. Inkor turgani uchun o'quvchi kitob o'qimayapti deymiz, lekin mana qarang, bizda mana bu amalimiz bor, ya'ni mana bu amal bilan mana bu amalni farqi bor. Bu hozir ko'paytirish amali, bu esa qo'sh amali. Hozir bizda ko'paytirish turibdi. Ko'paytirish degani nima degani? Ikkalasi ham bajarilsin degani. Rost bo'lishi uchun ikkalasi ham bir bo'lishi kerak. Bittasi 0 bo'lib qolsa 0 bo'lib ketadi, yolg'on bo'lib qoladi. Rost bo'lishi uchun, demak bizda ikkalasi ham bajarilishi kerak. Kitob o'qiyapti bo'lishi kerak edi, bu yerda o'qimayapti bo'ldi. Bu o'z-o'zidan xato javob. Olmaymiz. Endi bunisi esa teskarisi. O'qiydigan bo'lsak, o'quvchi kitob o'qiyapti, lekin metroda emas. Mana. Bo'lmaydi bu. Ana endi mana bunisi biz aytgan haqiqiy javob. O'quvchi kitob o'qiyapti, o'quvchi metroda. Mana bu to'g'ri keladi. Endi mana buni ham bir analiz qilaylik-da, mana bu nima bo'ladi buni o'qisak? O'quvchi kitob o'qiyapti yoki metroda ketyapti bo'ladi. Ana shunday. Ikkalasidan bittasi bo'lsa bo'ldi bo'lib qoladi bunda. O'quvchi kitob o'qiyapti yoki metroda. Bu degani ikkalasi aniq emas qayerdadir. Yo kitob o'qiyapti boshqa yoqda bo'lishi mumkin, yoki metroda bo'lib kitob o'qimayotgan bo'lishi mumkin. Ana shu holatda shuning uchun ham biz buni chiqarib tashlaymiz. Shu joyda o'quvchilarimiz anchagina chalg'iydi. Shu yaxshilab misolni o'qiydigan bo'lsak, o'zidan javob kelib chiqadi.
Mana shu savollarda ham ko'p o'quvchilarda, guruhlarda muhokama qilib, ancha tushunmagan ko'rgan edim. Aslida oson narsa. Shu e'tibor qiladigan joylaringiz mana shu sizlarga, ayniqsa bu konjunksiyami, disjunksiyami shunisiga e'tibor berasizlar. Ya'ni qo'shish amalimi yoki ko'paytirish. Demak, bizga ko'paytirish deyotgan bo'lsa, ikki taraf ham rost bo'ladigan taraf topishimiz kerak. Shunda bizning gapimiz rost chiqadi. Agar qo'shuv bo'ladigan bo'lsa, unda qaysidir bittasi rost bo'lsa, bittasi yolg'on bo'lsa ham rost chiqib ketib qoladi. Bu variantlardan iloji boricha qochishimiz kerak. Yoki amaliy bizni ko'proq chalg'itadi. Shu aynan rost chiqishi uchun ko'proq biz mana bu amalga to'xtalishimiz kerak. Tushunarli bo'lsa, jadval-ku. Tak, bu masalalar ham yaqin attestatsiyadan beri tushadigan bo'ldi. Ilgari yo'q edi. Shu adashmasam, 2 attestatsiyadan beri ko'ryapman shu savolni. Chunki o'zim ham 2 attestatsiyadan beri qatnashyapman. Undan avval qatnashmas edim. Shu bizga mana shu vazir jamg'armasi 70% degan uchungina qatnashib boshladik. Shunda mana savollar ko'rib boshladim. Chunki avvalgi qatnashayotganimiz yo'q edi. Quyida berilgan jadvalda Xalqaro olimpiada sovrindori bo'lgan o'quvchilar haqida ma'lumot berilgan. Demak, bizga mana ma'lumotlar berilgan. Bular o'rin olgan o'quvchilar ekan va maktab nomerlari ham bor ekan. G'olib o'quvchilarga ko'ra quyidagi reyting ballariga ega bo'ladi. Oltin olgan 13 ball. Kumush olgan 7 ball. Bronza olgan 3 ball. Endi reyting ballari farqi eng katta bo'lgan maktabni, demak reyting degan eng yuqori maktabni topamiz va eng pastki maktab topamiz. Ana shu maktablarning jami oltin bilan kumushini topishimiz kerak ekan nechta? Endi buning uchun maktablarni ajratib olamiz. Deylik mana 10-maktablarni mana yashil rang bilan yozay. 10-maktabning o'quvchisi Alijonov Hasan Tojiyevlarni mana ikkinchi mana bu tarafdan topib olamizda, ularning ballarini qo'yib hisoblab chiqamiz. Demak, Alijonov deganimiz mana bu yerda turibdi, mana Hasanov deganimiz mana bu yerda turibdi, mana Tojiyev deganimiz mana bu yerda turibdi, mana. Va ularni yoniga ko'ramiz. Kumush degani uchun kumushga 7 ball, oltin degani uchun oltinga 13 ball, bronzaga 3 ball qo'yamiz. Shunda 10-maktabning jami yiqqan bahosi shunday ma'nolar bilan yozib qo'ying, keyin chalkashib ketmasligi uchun oltini 13 ekan, kumushi 7 ekan, bunisi 3 ekan, jami 23 ball to'plabdi deb turaylik, ball deb turaveraylik. O'zi ball ekan o'zi. Endi keyingisini olamiz. Keyingisi 34-maktabni qizillar bilan belgilab olamiz. U bizda Abdiyev mana bu va Nishonov ekan, ikkitagina mana Nishonov mana bu ekan. Endi bronza bo'lgani uchun bunga 3 qo'yamiz, oltin bo'lgani uchun 13 qo'yamiz. Demak, bunimizdagi oltini 13 ekan, birinchi yozamiz, kumushi yo'q va bronzasi 3, ya'ni 16 ekan. Xo'sh, keyingi maktabni aniqlab olamiz. Bu bizda 73-maktab bo'lar ekan. Bular ham ikkita ekan. Hakimova bilan mana Hakimova va Hoshimov mana. Bronza bo'lsa 3 qo'yamiz, kumush bo'lsa 7 qo'yamiz. Va bu maktabniki ham shunday, bu oltini yo'q ekan, kumushi bor ekan va bronzasi bor. Yana bitta bor ekan, 3ta ekan, 3ta. Mahmudov ham bor ekan, Mahmudov bronza ekan. Ikkita bronza bo'ladigan bo'lsa, buni 6 qilib ketamiz. Va bu 13 bitta berar ekan. Endi oxirgi maktabimiz qoldi bizda. Oxirgi maktabimiz Rahimova bilan mana bu joyda, keyin Kamolov qo'yadi ekan, mana bu joyda ekan, mana. Bularimizni bahosi oltin bo'lgani uchun 13, oltin bo'lgani uchun 13. Bular zo'r ekan. Oltini 26, bular 0. Endi e'tibor qiladigan bo'lsak, eng yuqorisi mana shu 26 ball olib, eng pasti 13 ball olibdi. Demak, mana shuni ko'ramiz. Ya'ni 119-maktab bilan 73-maktablarni solishtirsak kifoya ekan. Endi bizda faqat oltin bilan kumush so'ragan. Oltini ikkita, boshqa rang bilan yozay buni. Mana 26 ball chiqqan uchun ikkita oltin olgan. Kumush degan, kumush bitta ekan. Mana bitta kumush. U ham shu javobda ekan, shu javobga to'g'rilangan ekan bari. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Kim tushunmadi? Qiyin emas, biroz vaqt oladigan narsa.
Endi bitta sal yaxshi emas tarafi bor. Hozir mana men tayyor jadval turibdi. Ekranga bemalol chizib yozyapman. Attestasida chizib yoza olmaymiz. Shu ham bizni biroz vaqtimizni oladi. Shu joyga ham shunaqa misollarda ko'proq ishlash kerak-da. Jadvalga butun boshli jadvalni varaqqa chizmasdan turib hisob-kitob qilishni o'rganish kerak. Agar bu jadvalni cho'rnayimizga chizib olib, keyin mana shunaqa keyin topamiz desak, unda vaqtni yutqazib qo'yamiz. Ko'p darslarda kuzatdim, o'qituvchilar shunday tushuntiradi. O'quvchilar yaxshi, mana ustozlarimiz yaxshi tushunadi, lekin attestatsiya paytida vaqtni yutqazib qo'yishadi-da, mana shu. Iloji bo'lsa shunaqa savolni sal keyinroqqa tashlab qo'ying. Bu vaqt oladigan, qiyin misol emas. Eshitaman. Bu yerda eng katta bo'lgan maktablar o'quvchilarining oltin va kumush medallar sonini toping deyotgan yo'q-a? Reyting ballari degan joyi borda qarang. Maktab nomeri emas-da. Eng katta bo'lgan maktab o'quvchilarining Reyting ballari eng katta, maktab nomerlari emas. Eng yuqori birinchi o'rinda kim oldi deyapti va eng oxirgi o'rinda kim oldi deyapti. Qarang, bizda 26 ball olganlar bor, 23 olganlar bor, 16 olganlar bor, 13 olganlar bor. Bizga eng katta farqi mana bu ikkalasida 26 bilan 13 kerakda. Reyting ballari eng katta deyapti. Hammasi ball olgan-ku, 26 ball olgan, 13 ball olgan. Shu ikkalasining farqi ikkalasini topib olib, shu ikkalasidan oltin bilan kumushni topishimiz kerak ekanda. Nechta? Xo'p, keyingi savolga o'taymi? Savollaringiz bo'lsa beringizlar. Bu savolimizda qanday ishlaymiz ustozlar? Bir ozgina maslahatlashib ketaveraylik. Bu yerda endi bir-birimizni sinash emas-ku. O'rganish. 3 ta doira qilib olamiz. Ustoz, unda xato qilasiz. Nimagaligini aytaman ustoz. Mayli, fikringiz shunday, yaxshi, rahmat. Chunki mana bu tarafda sonlar ma'lum emas-da bizga. Agar bu tarafda sonlar bo'lganda, Venn diagrammasi solardik 3 ta doira qilib. Eshitaman. Endi shu men bu fikrni beraveringizlarmi? Hech bir fikrni xato joyi bo'lsa to'g'rilaymiz-da, boshqa nima qilamiz? Hammamiz xato qilamiz. Qarang, bu yerda o'sish tartibida joylashtiring deyapti so'rovlar. Demak, eng kattasi qaysi, eng kichkinasi qaysi deyapti. Endi shu yerda sizlarga asosiy fishkani aytib o'tib ketaman. Xo'p, har doim mana bu eng kichigi bo'ladi. Mana shu 4-chi eng kichigi bo'ladi. Nimagaligini qaysi ustoz sezdimi? Ana ko'paytuv bo'lgandan keyin bu. Rahmat. Ko'paytma degani bu Venn diagrammasida bu nima? Kesishma. Ya'ni hozir siz aytgan 3 ta mana bu diagrammaga solayotgan bo'lsak, mana bunisi kompyuter bo'lsin, mana bunisi print, mana bunisi skaner bo'ladigan bo'lsa, uchalasida bor joy deyapti. U mana bu joyda. Mana shu ko'paytma degani uchalasi degani mana shu ko'paytma degani har qaysida kompyuterda ham, printerda ham, skanerda ham bo'lsin degani. Uchalasida ham bo'lish uchun mana shu joyda olamiz, boshqa joyda bo'lmaydi. Agar mana bu joyda olsam, bu mana bu ikkalasida bor-u, skanerda yo'q. Uchalasida bo'lsin deyaptimi? Mana shu joyda, mana ko'k bilan belgilangan joydan boshqa joyda ilojimiz yo'q. Mana shu, faqatgina mana shu. Bu degani eng kichkina. Shu yerdan bilib olamiz, W eng kichkinasi. Va javoblarga qaraydigan bo'lsak, W bilan javob, mana bu javob hozircha bizga tanish bo'ladi mana. Ertan attestatsiyada xato javobini topa olmasangiz ham taxminan uchun qarab ikkita javob chiqib ketdi bizda. Y bilan Y hech qachon kichkina bo'la olmas ekan. Ikkita variant qoldi bizda. Xo'p, bo'ldi. Endi eng kattasini topib olsak ham bo'ladi. U eng kattasini topib olish bo'lgan joyimiz u mana bu. Bizda mana bu belgi qo'shish belgisi. Ya'ni kompyuter, printer, skaner hammasi deyapti. Bu eng kattasi bu. Ya'ni mana shu Y-imiz eng kattasi bo'lar ekan. O'z-o'zidan javobimiz qaysi bo'ladi unda? Mana bu. Yo'q.
Mana bu. W eng kichkinasi, Y eng kattasi. Qolganini ko'rish ham shart emas-da. Lekin hozir analiz uchun ko'rib qo'yaman, lekin attestatsiya paytida o'zingizga aniq u yerni bo'lavering. Chunki Y'imiz, W'miz eng kichkina, Y'imiz eng katta bo'layaptimi? Shu jarayon toping. Qayerda W boshlanib, qayerda Y bilan tugagan. Mana bunaqa. Shu javob o'rtada mana X bilan Z'larda ishingiz ikkita bo'lyapti. Eng kattasi Ikkita bo'lyapti hozir. Ha, shu ikkita bo'layapti-da, mana shu ikkalasi to'g'ri kelgan bo'layapti. Ana endi bizda bitta holatimiz qoldi, Z bilan X ni ham solishtirishga majburmiz. Agar bizda attestatsiyada W bilan Y bilan boshlangan bor yo'g'i bitta bo'lsa, tugaydigan. O'shani belgilab keting. Endi u mana bizda hozir ikkita ekan, endi Z bilan X solishtirishga majbur bo'lamiz. Z bilan X ni solishtiramizda, Z bilan X solishtirayotgan paytimizda endi topdik, mana bu ikkalasi bizda ketdi. Muhokama qilmaymiz. Endi o'zidan mana bu katta bo'ladimi, mana bu katta bo'ladimi? Qaysi katta? Birinchi kattami, uchinchi kattami? Uchinchi katta bo'ladi. Uchinchi katta bo'ladi. Rahmat. Hozir aytdik, qachonki faqat yig'indi bo'lsa, u katta bo'ladi. O'zidan uchinchi katta bo'lsa Z mikan? Demak, birinchimiz X mikan? X kichkina ekan. Demak, bizda W, undan keyin X kichkina ekan, undan keyin Z katta ekan, undan keyin Y katta. Mana bu jarayon topishimiz kerak bo'lar ekan. U bizda oxir 4-da turibdi ekan. Har doim qayerda ko'paytma ishtirok etib qolsa, shunga e'tibor qilingizlar, bu kichkina bo'ladi. Buni ma'nosini tushuntirib beraman hozir Venn diagramda ham. Bu mana bu yashilni belgilab qo'yay. Mana bu so'zimizni bu nima degani qarang. Kompyuter bilan printerning birlashmasi topasiz. Bu degani kompyuter bilan printer degani mana bu. Mana bu joy bilan mana bu joy hammasi. Faqat mana yoq kirmaydi ekanda. Hammasi deyapti, lekin deyapti, endi mana bu aytayapti. Skaner bilan birlashgan joyi deyapti. Endi mana shu katta narsani skaner bilan birlashgan joyini qidirib topamiz desak, u skaner bilan qidirgan joy mana bu. Faqat shu joy haqida gapiryapti ekan, mana shu qizil bilan belgilagan joyim. Bu juda kichkina. Mana bu ikkalasi yig'indisi juda katta bo'lgani bilan ko'paytmamiz, mana bu ko'paytmamiz skanerimiz bizni cheklab qo'yar ekanda. Har doim mana shu ko'paytma belgimiz bizni cheklab qo'yadi. Shu ko'paytmadan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Qayerda mana bunaqa yig'indi bo'lsa qo'rqmaymiz. Hammasi degani, qo'shilib ketdi degani. Demak, qo'rqmasdan ularni demak ishlatib bo'ladi degani. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Menimcha hozir yana bitta shunaqa bo'lsa kerak. Mana buni ishlaylik. Shunda yana ham tushunarli bo'ladi. Quyidagi berilgan jadvalda qidiruv seriga yuborilgan so'rovlarga ko'ra quyidagi natija so'rovini toping. Bo'ldi, o'sib borish bu ham. Mana A, B, C, D ni o'sib borish haqida deyapti. O'sib borish. Eng kichigidan boshlaylik. Eng kichkinasi qaysi? B. B. Bu demak birinchi to'g'ri. Eng kattasi D. Eng kattasi D, 4-to'g'ri. Endi B bilan D ni izlaymiz. Mana. Boya aytgan variantim, qolgan topib o'tirmangda. Mayli, hozir analiz qilamiz, lekin attestatsiyada aniq-ku birni eng kichkina ekanligi, to'rning eng katta ekanligi aniqmi? B bilan D ning oxirida ekanligi aniqmi? O'rtani qarab o'tirmaymiz, agar unaqa boshqa variant bo'lmasa. Mana bunda yo'q. Endi tasavvur qilaylik, mayli bo'lib qoldi. Qaysidir bittasida ham yana bor deylik. Endi uni analiz qilamiz. Endi bizda qolyapti A bilan C qolyapti. Qaysi katta, qaysi kichik? A katta. A katta bo'ladi. Qarang, nima qilyapti? C ning o'zi-yu uni ustiga qalamni qo'shib yubor deyapti. O'z-o'zidan A katta bo'lsa, demak o'z-o'zidan A bu yerga tushadi, C bu yerga tushadi. Mana shu B, C, A ni beradi. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Tushunarli. Aslida qo'rqinchliga o'xshab ko'rinadi. Ko'zimizga ko'p bunaqa savollar uchramagani uchun, balkim ishlab yurgan ustozlar bo'lsa, uni demak bemalol ishlaydi. Mana shu tempda fikrlab ketamiz. Ko'raymi keyingi ustozlar? Xo'sh, mana bu tempdagi savollar ham shu yaqin 2 attestatsiyadan beri tushib boshladi. Shaxsan o'zimga o'tgan attestatsiyadan shunaqa savol tushdi. Xo'p, o'qilishi juda ham katta ko'ringani bilan bunaqa misol ishlayversangiz, o'sha oxirigacha o'qib o'tirish ham shart bo'lmay qoladi. Eng asosiy bizga kerak bo'ladigani, demak bizda aytayapti, Windows dasturi muhitida fayllarni qidirish uchun fayl nomlarini maskalari qo'llaniladi. Demak, bitta faylni qidirayotganimizda, misol uchun
maktab so'zi kerak bo'lsa, maktab deb yozib olsak, juda ham ko'p maktablar bu bizni qiynab yuborishi mumkin. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, maska bilan qidirish yaxshi deyapti. Uning uchun bizga ruxsat etilgan harf va raqamlar berilgan deyapti. Misol uchun mana qarang, so'roq belgisi bor ekan. So'roq belgisi ixtiyoriy bitta belgini bildiradi. Qayerda so'roqni ko'rsak, so'roq o'rniga xohlagan raqam yoki xullas belgi bo'lishi mumkin. Undovmi, nimadir bo'lishi mumkin degani. Endi agar yulduzcha belgisini ko'rsak, deyapti, ixtiyoriy uzunlikdagi har qanday belgini bildiradi. Demak, so'roq bittani bildiradi-da, nima bo'lsa ham. Yulduzcha esa ixtiyoriy. Balkim u ikkitalikdir, balkim uchtalik, balkim beshtalikdir, farqi yo'q. Yulduzcha hammasini deyaver degan. Endi mana bu ushbu maska davomida fayl nomi ko'rsatilgan, mana bu yerda mana shu e'tibor qilamiz, mana. Mana shunday qilib qidiruvga berib yuborsam, G, so'roq, G, yulduzcha, nuqta, so'roq qilib qidiruvga berib yuborsam, menga qaysi faylni topib beradi? Xo'sh, A javobni topib beradimi? Yo'q. To'rtinchi Eng javob. A javobni nima uchun topmaydi? Shu joyni analiz qilib ketaylik, qolgan tushunmaganlarimizga. Chunki G dan keyin bitta E turibdi, keyin G turibdi. G dan keyin ikkita belgi bo'lishi kerak edi, keyin G bo'lishi kerak. Rahmat. Mana bizda aytayapti, ikkita so'roq, ikkitadan keyin G boshlansin degan, bu birinchisi. Ikkinchisi nuqtadan keyin 3 ta bo'lsin degan, bizda nuqtadan keyin 4 ta. Demak, bu variantni ko'rib o'tirishimiz kerak emas, bo'lmaydi. Endi B ga o'tadigan bo'lsak, haqiqatdan G dan keyin ikkita belgi bor, to'g'ri keldi. Lekin bu tarafi 3 ta bo'lsin degandi, 4 ta bo'lib ketdi. Bu ham to'g'ri kelmaydi. Endi bu o'z-o'zidan to'g'ri kelmaydi, O'dan boshlanib ketgan. O'z-o'zidan bu variant to'g'ri bo'lib qoldi, shuni ham analiz qilib qo'yamiz. Haqiqatdan G dan keyin ikkita belgi bor. Haqiqatdan nuqtadan keyin 3 ta belgi bor. Demak, bizga D javob bo'ladi. Mana shunday qilib analiz qilib ketishimiz kerak bo'ladi. G dan keyin mana yulduzcha deyapti, bu nechta harf bo'lsa bo'laversin. G bilan to'xtab qolishingiz ham mumkin edi yoki u yoqqa yana A, B, S'larni yozib tashlasak ham bo'lardi. Hozir bizda ikkita yozilgan mana bu yerda. Mayli ketaversin, farqi yo'q. G dan keyin yulduzcha qo'yyaptimi? G dan keyin xohlagancha belgi bo'lishi mumkin. Bittadir, ikkitadir, uchtadir deyapti. Bizning misolimizda ikkita ekan. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Endi hozir turli xil mavzulardan ketyapti. Bitta mavzuga taalluqli bo'lgan ikkita uchta ketmayapmiz, ochiq dars bo'lgani uchun. Mavzularni alohida qilganmiz, xudo xolasa yana bularga ko'proq ishlab ketamiz. Endi mana bu savolni ham ataylab tanlab oldim. O'tgan attestatsiyada shu savol tushganda juda ko'p o'qituvchilar birinchi marta eshitdim, bu so'z qanaqa deb qolgani uchun ataylab qo'ydim. Xo'sh, 5,5 klaster necha bayt deyapti? Javob qaysi bo'ladi? Biladigan ustozlar bo'lsa hisoblab olingizlar. Uning uchun biz bir klaster o'zi nechiligini bilib olishimiz kerak-da. Biz o'qigan davrda mana shu bir klaster o'tilar edi. Orada ancha payt shu terminni ko'rmay qo'ydim o'zim ham. Mana yaqin 2 safardan beri shu savol yana chiqib kelib boshladi-da. Bir klaster, xuddi 1 megabayt, 1 kilobaytga o'xshagan narsa. Xo'p, shuni aytib o'tib ketaman. Bilmaganlarga, bilganlarga takror bo'ladi. Bir klasterimiz 512 deb ketasiz. 512 bayt. Mana shu qoida. Xuddi 1 bayt 8 bit deganga o'xshagan bitta qoidada u ham. Bir klaster 512 bayt. Demak, bizda 5,5 klaster desa, buni 512 ga ko'paytirib o'rasiz. Bu 2816 kelib chiqadi, mana bu javobimiz. Demak, bayt. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Ataylab bitta nazariy savol oldim. Shu bir klaster degan tushunchani ko'pchilik eshitmagan ekan. Bir klaster qancha deb, chunki attestatsiyadan chiqqan paytimizda muhokamalarda eshitib qolgan edim ustozlarda. Mana shunday bo'ladi. Yana bitta ataylab o'zimga tushgan savollardan qo'yish qaror qildim. Ikkita nazariy bo'lsin, faqat amaliy bo'lsin demadim. O'qituvchilar, endi ustozlar o'zimiz ham dars o'tgandan keyin charchab kelib kitob o'qishga, boshqa qilishga vaqtimiz bo'lmaydi. Universal resource locator nima degan savol tushdi.
Web manzil, qidiruv tizimi, hosting, elektron xavfsizlik. Qaysisi bo'ladi? Ya'ni hozir aytaman, URL da Hosting bo'ladimi? URL bo'lsa, qarang. Qidiruv tizimi emas. Elektron xavfsizlik emas. Ikkita qolyapti. Yo web manzil yo hosting. Javob bo'ladi. Ko'pincha biz web manzillarda URL deymiz-ku. Misol uchun shu o'zimiz hozir ishlatayotgan e-maktab.o'zmi yo kundalik.com-da ilgarigisi yoki kun.uzmi mana shu manzillarimiz web manzil deyiladi. Ya'ni URLga yozib URL deymizda. Ana shu bu URLning kengaytmasida mana bu. Demak, bizda web manzilni bildiradi. O'sha tepaga, brauzerning tepasiga adreslar qatoriga yozadigan joyimiz o'sha URLni yozamiz ekanda, saytning web manzilini yozamiz ekan. O'sha web manzili URL bo'ladi. Xo'sh, yana endi Excelga biroz ko'proq to'xtalish kerak. Men bu yerda ko'p to'xtalmadim. Buni alohida aytamiz. Sababi Exceldan ancha-muncha tushyapti. Boshqa mavzularga ko'ra Exceldan ko'proq tushyapti. Xo'p, demak bizda D2 katak bor ekan. D2 katakda mana bu formulani yozib, E3 katakka nusxalasak nima bo'ladi? Bu yerda mana bu belgi bor. Demak bizda bu belgi nimani bildiradi? Murojaat, to'g'ri. Murojaatimiz ikki xil bor, nisbiy va absolyut murojaat bor. Xo'sh, endi agar mana shu dollar belgimiz A ning ham, dollar belgimiz qandaydir 5 ning ham oldida bo'lsa, mana shu A5 degan qiymatimiz hech qachon o'zgarmaydi. Xullas, dollar qaysi belgini oldida tursa, o'sha belgi o'zgarmaydi. Agar hozir bizda dollar A da turib, misol uchun 5 ta dollar bo'lmasa, har doim A turaveradi. Hech qachon A'miz B'siga aylanmaydi. Lekin 5imiz 6 yoki 7 yoki 2 bo'lib qolishi mumkin. Hozir bizda mana shu. Demak, o'z-o'zidan sirazi javobdan topsak bo'lardi. Mana A hech qachon o'zgarmaydi. Demak, B javob ketdi xato. Mana qolgan to'g'ri bo'lishi mumkin. Endi shunaqa savolni topayotganda qanday bo'lishini topayotgan paytda daftarga sirazi bitta ozginagina chizib oling. Juda Excel'dagini. Mana A, mana B, mana C, mana D. Mana bu yer 1, 2, 3. Demak, biz D2 katakka mana bu joyga yozibmiz formulani. Mana. Endi E3 ga deyapti. Bizga E katak ham kerak ekan. Yana bitta chizib qo'yamiz. E. Va biz uni ko'chiribmiz mana bu joyga. Endi mana bu joydan shu joyga siljib ketganimizda nima qildik? Bitta pastga tushdik, bitta o'ngga yurdik. Mana shu formulamizni ham xuddi shunday qilamiz. Agar faqat A bo'lib turganda edi, bitta pastga tushdim degan uchun bu B ga aylanar edi. Lekin bizda dollar belgisi bor, hozir bu B ga aylanmaydi, A bo'yicha turadi. Endi bitta pastga tushganim uchun birim 2 ga aylanib qoladi. Xo'p, endi ko'paytirgan bo'yicha turaveradi. Dollar edi. Endi B bitta pastga tushayotganim uchun mana B C ga aylanib qoladi. Bitta pastga tushadi-da. O'ngga pastga devoribman mana. D dan E ga siljigan, o'ng tarafga siljiganim uchun mana B dan ham o'ng tarafga siljiydi, C ga o'tib oladi. Endi 3 B ning 3 esa bitta pastga tushgani uchun mana 3imiz bitta pastga tushgani uchun 4 ga siljib oladi. Demak, bizda dollar A2 ko'paytirilgan C4 degani mana bu javob bo'lar ekan. O'ng tarafga siljigan bo'lsa, mana bizni harflarimizni ham o'ng tarafga siljitamiz. Agar chap tarafga siljigan bo'lsa, harflarimizni ham chap tarafga siljitamiz. Agar pastga tushgan bo'lsa, sonlarimizni pastga tushiramiz, tepaga chiqqan bo'lsa, sonlarimizni tepaga chiqaramiz. Ana shunday qilib ketaveramiz. Shunda formula topish oson bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Xo'p. Ma'lum bir kodlash usulida pedagog so'zi SH, G, D, J, R, J ko'rinishda kodlangan bo'lsa, shu kodni usulida praktik so'zi qanday ko'rinishda kodlanadi? Mana shu yaxshi tarafi, mana shu joyda e'tibor qilasizlar.
pedagog so'zini kodladik, mana bu ko'rinishga o'tib qoldi. Endi sh deb o'qiydigan bo'lsak, pedagog so'zida bizda nechta belgi bor? 1 2 3 4 5 6 7 7 ta belgi bor ekan. Buni agar sh deb o'qisak 6 ta bo'lib qoladi. Shuning uchun buni ham 7 ta bo'lishi uchun s bilan xni boshqa deb o'qiymiz. Bitta sh deb yubormaymiz. Bo'lmasa harf etmay qoladi bizga. Endi shunday qilib kodlagan bo'lsak, mana pedagog so'zimiz mana shu so'zga aylanib qolgan bo'lsa, endi mana bu so'zimiz nimaga aylanadi deyapti. Endi bu yerda qiladigan ishimiz p harfimiz s ga o'zgaribdi. P harfni qidiramiz. P harfimiz mana bu yerda. Endi bu yerga ham katta qilib tashlab qo'ygandim. Xo'sh, p harfim mana. P harfim mana s ga o'zgaribdi. Boshda s. Pedagog degan joyim s, h, g, d, j, r, j ga aylangan. Demak, p s ga aylangan bo'lsa, mana ga aylangan bo'lsa, nechta siljibdi? 1 2 3. Bo'ldi, qoidani topib oldim. Harflar 3 ta 3 taga almashtirib ketilgan. Mayli shu qoida to'g'rimi, noto'g'rimi, birinchi qoidani topgandan qo'llab olish kerak emas. Ikkinchisiga o'tamiz. E ga o'tadigan bo'lsak, e'imiz e'imiz x ga aylanish kerak. Ko'ramiz, mana 3 ta sakrab ko'raman. 1 2 3. Haqiqatan x ga keldi. Demak, qoida shunaqa ekan. 3 ta sakrab ketadi. Ana endi bizga kerak bo'ladigan praktik degan so'zni 3 ta sakratib ketib, yozib ko'raylik, nima kelib chiqadi. Bo'ldi, shuni ham topib olamiz. P dan 3 ta sakraymiz, s ga keladi. Keling, buni boshqa harf bilan yozib ketaylik, rang bilan. R ga kelamiz, r mana 3 ta sakraymiz, u ga keladi. A ga keldik. A ni 3 ta sakraymiz, mana 1 2 3 D ga keladi. S ni keldik. S dan 3 ta sakraymiz. 1 2 3 F ga keladi. T ga keldik. T dan 3 ta sakraymiz. T'miz qayerda ekan? Mana T'miz. 3 ta sakraymiz. 1 2 3 W ga kelar ekan. I ni 3 ta sakratamiz. Mana i'miz 1 2 3 L ga kelar ekan va K ni 3 ta sakratganimiz F ga kelgan ekan. S U D F L degan joyni topib olamiz. S U D F W L F. Mana bu ekan. Mana bu ham shunga o'xshaganroq ekan, lekin oxiri F bilan emas, L bilan tugab qolibdi. Bizga bu demak xato. Ustoz, sonra shag'ib ham ko'raylik-da. Qarang, sh desangiz harf yetmay qoladi. Ustoz, yaxshi, shuni ham ko'ramiz. Agar P ni pedagog so'zlar kattaroq yozib oling, mana P E D gog. Agar bu sh deb shga o'zgargan deb tasavvur qilsak, mana bu berilgan bekorga berib qo'ymayapti-da, bu yerda sh harfi yo'q-da, ustoz. Bu bizni alifbomiz emas, bu ingliz alifbosi. Shni yozsak, keyin bu yerga g ni yozamiz, keyin bu yerga d ni yozamiz, keyin bu yerga j ni yozamiz, keyin bu yerga r ni, keyin bu yerga j yozamiz. Mana bunga harf etmay qoladi. Ataylab shunday bizni chalg'itish uchun sh berib qo'yishadi-da. Sh bersa ham sh qilmang, chunki mana alifboni bekorga bermagan. Mana alifboda sh yo'q. Agarda bo'lsa, shuni Agar bo'lsa sh deb ketamiz. Xullas, kodlaganda qarang, ustoz nima bo'ladi? Xullas, nima bo'lishidan qat'iy nazar, sizga 12 talik so'z berilgan bo'lsa, pastda ham 12 talik belgi hosil bo'lishi kerak. Agar sizga 12 ta belgi narsa berib, pastda 12 tadan kam yoki ko'p bo'lib ketgan bo'lsa, shu siz aytmoqchi ch shlar paydo bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Lekin 12 ta belgi bergan, kodlagandan keyin ham 12 ta hosil bo'lgan bo'lsa, har bir belgiga bittadan belgi to'g'ri kelgan bo'ladi. Agar 12 ta belgini kodlagandan keyin 10 ta bo'lib qolgan bo'lsa, demak 2 ta harf yo'qolib qoldimi? Demak qayerdadir bitta ch bilan bitta sh berib olgan bo'lishi mumkin bizga. Endi unaqasini ko'rmadik, lekin muhokama qilib qo'yganimiz yaxshi. Chunki biz attestatsiyada xullas kalom bizda bilmayman, qiyin ko'p ball to'plamasin deydimi? Qiyin savollar o'ylab topishyapti-da. Bitta savolim bor edi. Bemalol bering. Qarang, hozir pastda A ni 0, B ni 1 deb belgilab chiqqansiz-ku.
Yo'q, men bu savol Visionerga tusharmikan deb qiluvdim, Visionerga tushmas ekan, shuning uchun u shart emas. Lekin bizda Video- har doim mana tepada A, B, C, D, F deb berilganda, har Xo'sh. doim 0 dan boshlanadimi? 0 dan boshlab olsak yaxshi bo'ladi, 1 dan boshlasangiz hech narsa qilmaydi. Agar 0 dan boshlasak 25 bilan tugaydi, 1 bilan boshlasak 26 bilan tugaydi, hech narsa qilmaydi. Rahmat. Farqi yo'q. 0 dan boshlaganimiz yaxshi nima uchun? Chunki boya ham tepada o'tib ketdik. Sanoq sistemalarimiz 0, 1, 2 deb boshlanadi-yu, shu 0 dan boshlab olganimiz yaxshi. Rahmat. Endi buni hozir mayli, salom. Mana buni hozir to'xtatib qo'yganim, bu savol Visionerga tushamikan deb yozib qo'ydim, osonroq bo'lsin deb qarasam oddiy ekan. Visioneri bor edi, uni sal keyinroq tushuntirib beraman. Boshqa shifrlash usuli bor. Shu o'tganda ko'rmadimu, bu attestatsiyada tushtirasiz shu Visioneri savoli. Xo'sh, ana endi attestatsiyada mana yana access ham tushib boshladi. Shuning uchun accessdan bitta savol guruhlarda ko'rgan edim, muhokama bo'lganini. Shu o'z ko'proq savollar guruhlardan oldim, muhokama bo'lgan ko'proq. Shuning uchun ustozlarga yordam bo'lsin deb. Qarang, quyidagi so'rov berilgandan keyin qaysi biri hosil bo'ladi? Mana shu accessda mana shu so'rovni berganimizdan keyin bizda nima topadi? Endi ko'p ustozlar уже o'rgangan bo'lsa kerak, like so'zi demak nimani bildiradi? Izlashni bildiradi. Agar Python dasturlash tilida bo'lsa count bo'lardi. Izlashni bildiradi. Demak, izla deyapti. Qarang, like dan keyin, like so'zidan keyin bizga s ni beryapti-da, yulduzcha beryapti. Xo'p, bu yulduzchani boyagina o'tdik. Yulduzcha nima qiladi? Xohlagancha gap bo'lishi mumkin. Faqat nima bo'lsin deyapti? Birinchisi S bo'lsin deyapti. Bo'ldi, qarang, osongina, qiyin emasda javob D-da, Sarvar. Boshlanishi S bo'lsin, bu tomonni qizig'i yo'q deyapti. Like izla, boshi S harfi bilan boshlanadigan. Bizga agar jadvalimiz bo'lsa, bir 1000 kishilik ro'yxat bo'lsa, ro'yxat bo'ladigan bo'lsa, biz accessda mana shu buyruqni bersak, S dan boshlanadigan ismlarni chiqarib beradi-da, Sanam, Sarvar, Sodiq deb chiqarib beradi. Faqat S dan ketadigan. Yulduzcha bo'lgani uchun, ya'ni qiziq yo'q bizga deydi. Agar mabodo bunday bo'lganda edi, deylik S bo'ldi-da, yulduzcha bo'ldi-da, keyin yana bitta S bo'ldi, yana yulduzcha bo'lgan bo'ladigan bo'lsa, demak unda bizga Sarvar so'zini chiqarib bermaydi. Chunki S dan boshlanib, o'rtasida ham bitta S bo'lsin deyapti-da. Qiziq yo'qmi edi nimaligini? Demak, mana shunaqa izlash qoidalari bor ekan bizda. Mana shu bilan bo'ladi. Agar yulduzcha bo'lmaganda edi, S bilan boshlanib, S bilan tugaydigan so'z top deyotgan bo'ladi-da. Mana shu. Yulduzcha belgisi boya ham o'tdik, istalgan belgi. Undan keyin nimada S, K'lar kelib qoladi, o'sha harflar qatnashishi shart. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Alaykum assalom. Aha. Mana shu katta kichkina S ga farqi bormi yo'qmi shuni? Yo'q. Yaxshi, uzr, xayolimdan bo'linibdi. Like da qizig'i yo'q. Kichkina S yozasizmi, katta S yozasizmi, izlab ketaveradi. Qaysida farqi bor o'shani katta kichkinani? Katta kichikni anoda berayotganda, accessda berayotgan paytda bizda agar like ga kichkina S berib yulduzcha bersam, Sarvar chiqarib beraveradi. Bu boya Pythonga o'xshagan dedim. Pythonda mana count dedim. Countda sal boshqacha. Agar count ichiga kichkina S bersangiz, faqat kichkina S'lar sanaydi, katta S bersangiz, faqatgina katta S'larni sanaydi. Lekin accessda bu ikkalasini bitta deb tushunib ketaveradi. Qiziq yo'q. O'rtada misol uchun boya bittasi, misol uchun Arslon, mana Arslon so'zi bo'lsa, siz S harfi bor deb, yulduzchasi yo'q umuman. S harfi bor top desangiz, kichkinasini bersangiz, u bar Arslon so'zidan topib beraveradi. S katta bo'lsa ham. Xo'p, tushunarlimi ustoz? Tak. Mana bu savolimizni boyagi sonlisi ekan. Undan keyingi Python ekan. Son vaqtimiz ham ancha bo'lib ketibdi ustozlar. Tak, bu yerda ham Python bor ekan. Qaysi birini shunda buni ishladik, bo'lsa agar keyin darslardan ko'p beraman, bitta Pythondan ham ko'p ketaylik-a. Xo'sh. Mana bu dastur berilgan ekan, mana shu dastur natijasini aniqlang deyapti.
Endi bizda birinchi bajariladigan amallarni tushuntirib olaylik. Mana ikkita yulduzcha degani bu daraja belgisi. Xuddi matematikada avval daraja ishlab olinadi. Demak, birinchi qiladigan ishi mana bu ikkalasini ishlab olish ekan. Bo'ldi, qolgani umuman qoldiq bilan yo'q, u -13 u, ayirish emas. Hech qachon ayirish bo'lsa mana bunaqa berilmaydi-da. Demak, qolganini bir chekkadan ishlab ketaveradi. Keling, qolgan joylarni yozib olaylik. Birinchi bizda 26 bor ekan. Bo'lingan mana 2 ning kvadrati 16. Ko'paytirilgan 5%, ya'ni qoldig'ini 15 ga bo'lganda bo'l -13 ga va yana foizni ol 18 ga, yana uni bo'l 6 ga deyapti. Bo'ldi, bir chekkadan ketaveramiz. Mana shu bir chekkadan ishlab oxirigacha ketaveramiz. Xo'sh, 26 ni 16 ga bo'lgandagi butun qismini olamiz ekan. 26 ni 16 ga bo'lgandagi butun qismimiz ikki, tushunaymi? Bir bo'ladi. Yana qolganini yozib beraymi? Qolgani xullas shundayda yana. Endi 1 ni 5 ga ko'paytiramiz, 5. Foiz yozamiz, foizdan keyin 15 turibdi. 15 dan keyinlarni yozmay turaveray, xullas shular bor. Endi mana bu 5 ni 15 ga bo'lganda qoldiq kerak. 5 ni 15 ga bo'lganda qoldig'imiz demak bizda 5. Endi undan keyin ikkita bo'luv -13 turibdi. Mayli, endi qolganini yozib turaveray, ozgina qoldi. Mana. Barobar. Endi 5 ni 13 ga bo'lgandagi qoldig'imiz bizda bo'ladi -1. Hozir tushuntirib beraman bu ham nima ekanligini. -1 bo'ladi, -1% 18 bo'lingan 6. Xo'p, endi -1 ni 18 ga bo'lganimizda qoldiq nima chiqadi ekan qoldiq? 1 ayrilgan 18 1 17 chiqar ekan-a? 17 chiqadi. 17 ni 6 ga bo'lganimizda 2 chiqib kelar ekan. Mana javobimiz 2 ekan. Endi bu yerda tushuntiradigan joylarim bor. Tushuntiradigan joylarim qaysilar? Sizga mana bu narsani tushuntirib berishim kerak. 5 ni -13 ga bo'lganimda qanday qilib -1 kelib chiqdi? Birinchisi shuni tushuntirib berishim kerak. Mana bu joy. Xo'p, 5 ni 13 ga bo'lganimizda nima chiqaradi? Oddiy 5 ni 13 ga bo'lganimizda nima chiqaradi? Radio 3 chiqadi. Yo'q. Qarang, mana bo'luvga e'tibor qilingizlar ustozlar. Mana bu nima degani? Bo'lib butunini ol degani. 5 ni 13 ga bo'lsam 0.1 nimalar chiqadi, to'g'rimi? Butunini ol desa 0 chiqadi-da. Chunki kichkina sonni katta songa bo'lsak doim 0 nima chiqadi-da. Misol uchun deylik 12 ni bo'lgin 25 ga desa, 12 ni 25 ga bo'lganimiz 12 ni 25 ga bo'lganimiz 0 nimadir chiqadi. Demak, mana shu 0 butun qismini oladigan bo'lsak 0 da. Ana endi bu ikkalasi musbat bo'lganda, endi mana manfiy bo'lsa nima chiqadi? -0.1 nimalar chiqadimi? -0 bo'lgandan keyin men agar buni butunini olib 0 desam to'g'ri bo'ladimi? Kamash tartibi bo'yicha olamiz. kichkina son tomonga qarab yuramiz-da, kichkinaga qarab yuramiz. Shunday. Chunki mana bu -1 bo'ladi. mana bu sondan mana bu son nima bo'lib ketdi? Katta bo'lib ketdi. Hech qachon men 0.15 ni butunini olaman deb 1 desam to'g'ri emas-da. 0.15 dan 1 kattarib ketib qoldi. Shuning uchun unga 0 da olganmiz. Men ham -0 misol uchun ondan 3 ni butunini olmoqchi bo'lsam, uni 0 deb olsam, u kattarib ketib qoladi-da. Shuning uchun kichigiga qarab yuraman-da. Shuni hisobiga 1 ni olganim uchun -1 chiqdi. Mana bu joydagi -1 shundan kelib chiqdi ustozlar. 5 ni -13 ga bo'lganda nega -1 kelib chiqdi desa, mana -1. Ana shundan kelib chiqdi. 5 ni -13 ga bo'lsam, -0 nimadir edi? Men uni -1 deb oldim. Endi ikkinchi tushuntiradigan joyim mana shu joy. Qanday qilib -1 ni 18 ga bo'lganimda qoldig'im 17 chiqdi.
Unga ham bitta qoida, osonroq qoida sizlarga yozib beraman. Osonroq qoida bor bizda. Qandaydir a sonni bu manfiy bo'lsa. Farqi yo'q, manfiy emas, umumiy tushib ketaveradi. Umumiy a sonni b songa bo'lganda qoldiq topmoqchi bo'lsak, a sondan ayiramiz. B son ko'paytirilgan, mana bu degan bizda qoida bor. Demak, qandaydir a sonni b songa bo'lgandagi qoldiq kerak desa, mana shu formula. A sondan ayirib tashlaysiz, o'sa b sonni ichkarida a ni b ga bo'lgandagi butun qismini. Keling, shu yerga sonlarimizni qo'yib ketamiz. A ni o'rnida bizda -1 kelyapti. B ni o'rnida 18 kelyapti. A ni o'rnida -1 kelyapti, B ni o'rnida 18 kelyapti. Mana shu qoida. Demak, -1 turib turadi, -18 turib turibdi. Hozir ishlaganimizga o'xshab, demak, -1 ni 18 ga bo'lsam, nechta chiqadi? Butuni -1. -1 chiqadi. Rahmat ustoz. -1 chiqadi. Demak, keyin endi men 18 ni -1 ga ko'paytirsam +18 bo'lib ketadi. Bundan 17 kelib chiqadi. Ikkita manfiy bir-biriga ko'paytirilganda musbat bo'lib ketadi. Bu matematikadagi qoidamiz. Ana shuni hisobiga mana bu yerda menda 17 kelib chiqdi. Undan keyin 17 ni 6 ga bo'lganda butun qismi 2 bo'ladi. 2 butun 1 balak chiqadi, butuni 2. Demak, javobimiz mana bu yerda bizda A javob bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi ustozlar? Ataylab iloji boricha uzun oldim. Bizda butun bo'lish ham bo'lsin, daraja ham bo'lsin, manfiy ham qatnashsin dedim. Bunaqa sonlarni misollarida ishlayversak, biz ko'z tanish bo'lib qoladi, oson ishlaymiz. Balkim hozir qiyinday tuyular, balkim hozir yozib bergan formulam sizga yodlab qolish qiyinday tuyular, aslida oson. Qiyin emas. Qarang, A keladi, B keladi, keyin A bilan B. Shunaqa, men misol shunday qilib yodlayman. Avval A keladi, keyin B keladi, keyin A bilan B. Bo'ldi mana shu qoida. Buni qavsga olaman, bu yoqqa minus qo'yib qo'yaman. Bo'ldi mana shu. Shunday qilib yodlayman, demak osongina formula kelib chiqadi. Savollar bo'lsa beringizlar ustozlar, shu bilan bugungi ochiq darsimizni yakunlaymiz. Qaysi kunlar bor ustoz bilan dars? Endi darsni kursga qatnashib yozilganlar bilan o'zimiz kelishib olamiz. Sizlarni qaraymiz, qaysi kunlar ma'qul. Haftasiga 3 kun deyapmiz. Xohlangizlar dushanba, chorshanba, jumani tanlangizlar, xohlangizlar seshanba, payshanba. Uni endi bu yoqda gaplashib olamiz. Onlayn bo'ladimi? Tushunmadim. Onlayn bo'ladimi, offlaynmi endi? Onlayn o'tamiz. Men butun O'zbekistonga onlayn o'tamiz. Mana bu qolgan sheriklarim o'zi Toshkent viloyatidan bo'lgani uchun o'zlarining mahallasiga offlayn ham ochgan. Agar yaqin bo'lsangiz, borib offlaynga qatnashsangiz ham bo'ladi. Lekin endi kelish imkoniyati bo'lmaganlar uchun onlayn dars o'tamiz. Offlayn darsga qatnashganlarni onlayn gruppaga qatnashib tinglab turishga ham ruxsat beramiz bemalol. Misol uchun o'zim Sirdaryolikman. Yonimdagilar bo'lsa, mayli offlayn o'tib berardim. Misol uchun boshqa viloyatlarga endi bora olmaymiz, onlayn o'tishga harakat qilamiz. Endi offlaynga yetmaydi baribir ustozlar, lekin endi offlayn topolmagandan keyin onlayn ham ma'qulroq. Endi men qanaqa ustozlar bo'lsa, bu faqatgina hozir ochiq dars o'tganimda yoki kurs paytida emas, boshqa paytda bemalol savollaringiz bo'lsa, lishkamga yozib murojaat qilsalaringiz javob beraveraman. Qo'ldan kelguncha. Bu o'zim uchun ham foyda, chunki o'zim ham sizlarga ustozman, o'zim ham siz topshiraman, o'zimga ham 70% kerak deyman. O'zimga ham foyda bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverishingiz mumkin. Yana kimda savollar bor? Xo'p, men Telegramga bu yoqqa o'tib olayin bo'lmasam, qani kimlar bor ekan o'zi hech ko'rmadim ham. Biz necha kishi qatnashganga ham qaramabman. Ustozlar agar darsimiz yoqqan bo'lsa, xursandman. Nimadir savollaringiz bo'lsa, hozir esga kelmagan bo'lsa ham, balkim o'zimiz so'rasangiz ham bo'ladi. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Yakunlayversam bo'ladimi ustozlar? Savollaringiz yo'qmi? Yo'q, rahmat ustoz. Xo'p, salomat bo'lasizlar. Sizlarga rahmat qatnashganingiz uchun.